Aizar bugün Angrenda katta bayram. Çünkü bugün futbol kirib keldi. Mana doim bo'ladi. Biz sizga doim eng yaxshisini tilashamiz. Sizlar Mirjalol Qosimov ham shu yerda. Haqida Angren futboli haqida. Voy, endi u bilmas u. Bugun bayram. Buni juda ham yaxshi ko'rishadi. Butun xalqni shu sport bilan xalqlarimiz uchun futbol ham bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi Angrenda futbol azaldan bor edi. Xudo xohlasa shu yigitlar yaxshi o'ynasin, angrenliklarga quvonch bag'ishlasin. Angrenliklar bugun mana shuncha odam keldi, demak futbolni yaxshi ko'rishadi, sog'inishadi. Xudo xohlasa Angrenda futbol rivojlanadi. Omad. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Angrenda birinchi liga dasturidan o'rin olgan mavsumning dastlabki uchrashuvi. Anaga binoan O'zbekiston davlat madhiyasi yangraydi. Aizar Angrenda futbol bayrami juda ham qizg'in davom etyapti.